uncha muncha ayolni videosini ma'qullayvermayman, lekin mana bu ayol po faktu gapirib qo'yibdi. Eshiting. O'zbekistonimiz kelajagiga ham, budjetimizga ham zarar berayotgan odamlar bilan o'qituvchilar, doktorlarning yosh ulug'lari deb o'ylayman men. Ular o'tikalasida pensiya oladi, o'tikalasida oylik oladi. Va yoshlarimizga ish yo'q. Magistr, bakalavr bo'libdi, sveji kalla bilan staj ishlaysizlar. Hech kim onasini ko'tadan o'rganib tushmagan. U yosh ulug'lar vijdonan o'zi joy bo'shatib berish kerak. Qaridi o'llar 80 ga kirib 90 ga birinchi o'ydan o'lishini kutib o'tirmaymiz ularni. O'ldi deylik, shu bilan o'sha meditsinamiz qotib qoldimi? Beringlar, o'rgansin, yoshlar mana kelsin o'zidan bilib joylar ochib qo'yinglar, maslahatlar bersin. O'qituvchilar nima qiladi? O'qituvchilar borib uxlab mudrab keladi, chunki ularning xotirasi pasaydi, zrenasi pasaydi. Hamma narsa, hamma sohaga ta'sir qiladi-ku mana. Militsiyalarga, voyinlarga, hammasiga mana yosh ta'sir qiladi. Nimaga o'qituvchi bilan doktoriga ta'sir qilmaydi? Qachongacha oddiy operatsiyalarga borishimiz kerak? Bor budimizni sotib, Hindiston, Turkiyaga borib operatsiya qilishni ham so'q kelibdimi yo'q. Bizning o'zimizning bolalarimiz eng zo'r doktorlarimiz boshqa davlatlarga ishlayapti.